Shuncha kvartiralarga kirib yuramiz, yevro remontlarni ko'ramiz, lekin bunaqasi kamdan kam chiqadi. Действительно, juda ham zo'r remont qilib qo'yishibdi kvartiramizni. Ikat Novostroykamiz, Yunusobod 13-kvartal, orientirimiz Rayonov ko'chasi, Grand Hall orqasida joylashgan 3 xonali kvartiramiz. Bu yerda kurilish qismimizni chiroyli garderobniy shkaf qo'yib qo'yishgan. O'ng tarafimizda bo'lsa zalimiz studiya formatida qilingan ekan. Oshxona bilan zalimizni juda ham kompaktniy qilib qo'yishgan. To'g'rida bo'lsa panoramniy oynalarimiz bilan balkoni ham qilib qo'yilgan. Xonsaroy Mega Towerga открытый vidimiz qilingan. Endi koridorimizga chiqamiz. Koridorimizda birinchi bo'lib hojatxonamiz joylashgan. Yonida bo'lsa vannayimiz kattagina, juda ham zo'r kafilli ishlatilgan ekan. To'g'riga yurganimizda chap qo'limizda детский spalning o'zi рабочий zonalariga ega. Yonimizdagi o'ng qo'ldagi bo'lsa родительский spalnimiz. Ko'rib turibsizlar, juda ham katta. Bu yerda kravatlarimiz bemalol sig'adi. U yoqga bo'lsa divanli zona ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 70 kvadratlik kvartiramizni $86 ming deyishyapti. Yana ozgincha kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.